Namangan viloyat ijodkorlar uyushmasi raisi Qambarov Komiljon bo'laman. Demak, mana bugungi bir ajoyib ko'rgazmani shohidi bo'lib turibmiz. Bugun yosh bir havaskor rassomimiz, o'ziga xos bir nima desak bo'ladi, qobiliyat, iste'dod egasi Bobomirzayeva Dushodani bir ilk ko'rgazmasini ochilishda turibmiz. Albatta bu o'ziga xos mana shu maktab jamoasi uchun, qolaversa o'zi uchun juda ham bir katta natija deb hisoblayman. Albatta bugungi kunda shunday bir Namangan viloyatimizda yoshlarning ko'payishi, o'ziga xos bir ijod yo'lini tanlashi, albatta ularni kelgusida shu parvoz qila olishi uchun imkoniyatlar yaratishimiz kerak bo'ladi. Bugungi kunda mana shunday maktablarda, shuningdek mana viloyat hokimi Shavkatjon Shokirjonov tomonidan ham ko'p yoshlar mana kuni kecha aytaylik mana shu san'at muzika maktablarini shaxsan o'zlari aylanib shunday bir yoshlarga imkoniyat yaratish, shuningdek ularga shu kelgusi ijodiga motivatsiya bag'ishlash maqsadida tomosha qilib aylanib ko'rib chiqdilar. Albatta bu kelgusida mana shunday bir ijod bilan shug'ullanayotgan, tasviriy san'at sohasida o'ziga xos bir qalam tebratayotgan yoshlarga namuna bo'ladi degan umiddamiz. Endi bugungi mana shu bir ko'rgazmani ochilishida men avvalo mana shu maktab ma'muriyatiga, shuningdek mana shu ko'rgazmani tashkil qilishda o'ziga xos bir harakat bilan ishlayotgan Baxtiyorjon Mamajonovga, shuningdek mana Dushoda qizimizning ota-onalariga albatta o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Biza albatta yoshlarga o'zimizni nafaqat nima deydi, shart-sharoit, balki yurakdan o'sha mehr, muhabbatimizni hadya qilishimiz kerak. Ularning kelgusi uchun nima deydi, shart-sharoit yaratishimiz kerak bo'ladi. Hali aytiladi-ku, haligi yoshlar bizning kelajagimiz. Albatta bir o'ylab ko'rilsa, bu masalani biz ham ularning kelajagi bo'lishimiz mumkin. Faqatgina yoshlar biz emas, biz ularning kelajagi ham bo'lishimiz mumkin. Chunki biz o'shalarning kelajagi uchun nima deydi, shart-sharoit yaratish kerak. Shuningdek ularni shu ilmni egallash uchun o'ziga xos bir maktab yo'lini o'tashimiz zarur bo'ladi. Rahmat e'tiboringiz uchun. Men 26-maktab o'quvchisi Bobomirzayeva Dilshoda ilk ijodiy ko'rgazmamni o'tkazdim. Mening ustozim Namangan davlat universiteti o'qituvchisi Mamajonov Baxtiyor. Ko'rgazmamda libos dizayn haqidagi ishlar va turli xil kompozitsiyalarni ijodiy ishimni qo'lladim va kelajakdagi maqsadlarim Xudo xohlasa bundan katta ko'rgazmalarni o'tkazish, libos bo'yicha ham ko'plab balki atelyelarni ochish va bundan ham ijodimni kengaytirish.